Bundan buyog'iga yoz. Bu degani yuzimizga plotniy bo'lmagan quyoshdan zo'r защита qilib beradigan SPF или CC kremlardan foydalanishimiz kerak degani. Hozir sizlarga eng zo'r CC krem ko'rsatmoqchiman. CC Self Food tarkibida namlantiruvchisi ham bor, SPF ilik bo'lisi ham bor. Bu degani bemalol quyoshdan защита qilib beradi degani. Hozir qaranglar, yuzimda hech nima yo'q. Ataylab hech nima surkamaganman. Keyin sizlar bilan tomonimga surkab ko'rsatmoqchiman, chunki tomonimda effektini tezroq sezishinglar uchun. Birinchi qo'limda ko'rsatayım. Ko'rishinglar uchun yaqindan ko'rsataman. O'zini ozgincha olishimiz kerak. Ko'ryapsizlarmi? Bu oq bo'lgani bilan nut tonalari bilan bir xil bo'lib ketadi. Videoni kesmasdan hech qanaqa maska effektlar qo'ymasdan olyapman. Ko'ryapsizlar, o'sha tonalari rangga kiradi. O'zida увлажнение qiladigan naqasi ham bor tarkibi qizlar. Gyaluronkasi bor. Ham yuzinglarni увлажнение qilib beradi. Ham SPF kasi bor. Bemalol o'zini qo'lda surib chiqib ketsanglar bo'ladi. Tarafimda hech nima yo'q. Tarafimni ko'rasizlarmi? Bu tarafim. Yozga вообще идеальный CC krem olishinglarni tavsiya qilaman.